Hammaga salom. Sizlar bilan Bestplayer. Bugungi videoda Grand Prix serverida vibe bo'lib o'tdi. Nimalar qo'shilganini bu videoda bilib olasizlar va qani bo'lmasa ketdik. Spawnni chap tomonidagi baltob yangilandi va o'ng tomonga soatli anaqalar timerlar qo'yildi baltopi. Va chap tomonda tokenlar ham amaliyni bo'ldi. O'rtadagi baltob har vaqt shunaqa amaliyni bo'laveradi. Keyin bu vaqtda bayra anaqa almashtirishdi va avtoseller degan narsa qo'shdi. Bu narsa o'zidan o'zi sotaradigan degan narsa anaqa anglatadi barbayinga borsa. Bu vibe boshi kecha olganman bu videoni, hali lekin unchalik baltob anaqa ko'tarilgani yo'q, hali ham 3 million hozirda, lekin ancha katta baltob. Ikki kundan keyin shalker yashiraman sizlar uchun. Keyin ertadan keyin vaqt anaqa chiqib qoladi videosi, o'shanda ko'rasizlar. Qanaqadir kitlardir yashiraman. Bitta zerikkandan mayin qilgandim, qo'shora qoldim birato'la video bilan. Qanaqa sotish ko'rsatish anaqasida niyatida. Bayerga ana shunaqa qilasizlar. O'tirish bilan o'ng tugmani bosinglar, hamma narsalarni sotaverasizlar. Shu bilan Bestplayer bo'ldi. Hammaga xayr.